Assalomu alaykum butulka sevar muxlislar. Bugun butulkalar o'rtasida O'zbekiston chempionati bo'lib o'tadi. Unda butulkalar bir-biriga qarshi jang qilishadi. Demak, biz sizlarni ko'p kuttirmasdan jangimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib ringga Coca-Cola hamda Barjomi taklif etiladi. Demak, jang boshlandi o'rtoqlar. Qanday ajoyib zarba bilan Coca-Cola Barjomini to'g'ri ma'noda chilparchan qilib tashlamoqda. Ikkinchi raund bizda sarbaz hamda blank suvlari ko'ramiz o'rtoqlar. Va oy qanday vaziyat do'stlar. Ikkala butulka sinib ketgani sababli hozir jamoalar bizga zaxira o'yinchilar taqdim eta olishmadi. Shu sababli ikkala jamoa ham turnirdan diskvalifikatsiya qilinmoqda va ularning o'rnini Dizzy Energy hamda Barbican suvlari egalladi. Demak, jang boshlanmoqda o'rtoqlar. Bizda birinchi raund va yo'q. Birinchi raundda jamoalar hozir bir-biriga shikast yetkazishmadi. Ikkinchi raund ikkinchi raundda ham bo'lmadi. Demak, uchinchi raund do'stlar va biz ko'ramiz. Oy Dizzy Energy raqibini chilparchan qilib tashladi do'stlar. Ayab o'tirmadi. Demak, bizda keyingi o'yin. Voy. Bizda texnik muammo bo'lib o'tdi do'stlar. Demak, jangni davom ettiramiz va Chortoq Chernogolovkani uyiga jo'natib yubormoqda do'stlar. Yarim finalda Chortoq. Demak, bizda chorak finalning so'nggi jangi Qibray hamda Pepsi. Ko'ramiz va afsuski Qibrayning butulkasi xuddi yutumidek yumshoq ekan. Shu sababli chirparchin bo'lib turnirni tark etmoqda do'stlar. Demak, biz birinchi yarim final o'yinini boshlaymiz. Bizda birinchi yarim final Coca-Cola Dizzyga qarshi jang boshlandi va kutilmaganda Coca-Cola mag'lubiyatga uchramoqda. Turnirning asosiy favoriti yarim finalda o'z yurishini tugatdi do'stlar. Bizda demak ikkinchi yarim final o'yini boshlanmoqda va unda Chortoq kutilmaganda ikkinchi favorit Pepsini uyiga jo'natib yubordi. Bizda esa do'stlar kutilmagan final. Demak, bizni tomosha qilayotgan Durdona Qurbonovaga salom yo'llaymiz va finalni tomosha qilamiz. Demak, finalda energetik ichimliklar nomidan qatnashayotgan Dizzy Energy hamda milliy brendimiz Chortoq o'zaro kurash olib borishadi. Demak, final boshlanmoqda va unda Chortoq O'zbekiston chempioni do'stlar. Kutilmagan. Biz esa sizlar bilan kelasi janglarda uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Like va podpiska bosishni unutmang do'stlar. Hali qiziqarli janglar oldinda.